Men 10 mingta qishloq aholisini paydo qilaman va ularga hukmronlik qilaman. Yunusdan bunaqasi ketmaydi. Xo'sh, qani ko'payinglar. Dahshat. Qo'yal ular o'tin yig'ishyapti. Bu juda ham ajoyib. Ular darrov uy solishga o'tib ketishdi. Nima qochyapsizlarmi? Qocholmaysizlar. Xo'sh, ular juda ham tez rivojlanishyapti. Hattoki tez qurishyapti ham. Qoyil, bu to'yma. Iltimos bo'sa oling. Yo'q, nimasi bu? Qani qishloqni qamab qo'yinglar, u bu yerda turishga haqqi yo'q. Qishloqlar digital suratda rivojlanishyapti. Bu nima? Stadion. Qoyil, bu yerda nima bo'lyapti? Hayvonot bog'i, Jinursin. Hayvonlar ham bor ekan, qoyil. Nima? Ey xudoyim. Hozir 1 daqiqa uzoqlashing. Nima? Qo'yal, ular qurol saylashibdi. Bu juda ham ajoyib, to'g'risini aytsam. Jinursin, ular mening hukmdor ekanligimni bilib qolishdi. Menga taylab haykal qurishyapti. Qo'yal, bu juda ham ajoyib. Haykallar juda ham ko'payib ketdi. Jinursin, bu nima? Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Bu yerda ham mening haykalim. Xo'sh, endi bir ikkita narsalar qursangiz bo'ldi. Qo'yal. Xo'sh, mayli, endi bir ikkita qonun joriy qilaman, to'g'risini aytsam. Bir bola onasini emsin, bir bola. Onangni. Xo'sh, mana bu sizga. Buni hozirroq nima qiling? Farmon qiling. Jinursin. Nanaqa bu juda ham yomon. Ular hamma narsa qilishadi. Bunaqa qilmang. Nima qilyapsan Jinursin oningni? Xo'sh, mayli, bu narsani to'xtatamiz. Hozir qurbonlik qilishingiz kerak bo'ladi, yomg'irni to'xtatish uchun. Ular yo'lga chiqishdi. Jinursin, bu kim? Biz hozir bu odamni qurbon qilamiz, yomg'irni to'xtatish uchun. Qani, uni tashlang. Qo'yil, sizlar buni uddalatingiz. Bilasanmi, menga bu ishlaring yoqmayapti. Bu yoqqa qara, uni yoqqa. Mayli. Lord Krokus, bizlarda muammo chiqdi. Yomon xabarim bor. Bu oila siz uchun baxtli oiladek ko'rinyaptimi? Albatta, o'xshab ko'rinyapti. Siz bu kichkinani eslaysizmi? Men bu kichkinani eslayman. Bu qishloqqa, hamma qishloqlarga o'zlarining yangi qishlog'ini qurishni taklif qildi va ular sizni yomon ko'rishlarini aytib, qishloqni tark etishyapti. Ey xudoyim, nimasi bu, Jinursin? Sizlar bu yerni tark eta olmaysizlar, birodarlar. O'z qishloqingizni yashashga sizlarga ruxsat yo'q. Xudolar, Jinursin nima? Bu meni haykalim. Jinursin, nima bu? Men bu narsalarni obunachilarim ko'rishni xohlamayman umuman. Jinursin, nimasi bu? Bu qanaqa qo'shiq? Obunachilarim bu qo'shiqni eshitishni ham xohlamayman. Men mustaqillik deklaratsiyasiga imzo chekdim. Shu bois bizam tinch yashaymiz. Jinursin, nimalar bo'lyapti? Sizlar meni qishloqni tark eta olmaysiz. Hech qachon tark etmaysiz. Jinursin, yo'q bo'lib ketinglar. Hech biringiz endi qaytib qishloqni tark eta olmaysiz. Harbiy kuchlarni to'pla. Hozirroq bizlar urushga boramiz. Men hozir sizlarning formangiz bilan shug'ullanaman. Uni hamma kiyishi. Yaxshi ko'rinyapsiz. Hamma bitta ham o'qdan tashmasdan o'qsin. Qo'yil, siz tug'im bergan ekansiz. Bu urushda yutqazishimizning iloji yo'q. Qani hamma va. Qani. Yo'q, buni balandroq ko'taringlar. Hamma ko'rish kerak. Biroz to'xtab turinglar. Meni yomonlashni bas qilsangiz, sizlarga tegmayman. Sen bezorisan, seni yaramasam, bizlarda tinchlik shartnomasi bor, mana qara. Qani, bir ko'rib beraychi? Mana shu. Xo'p, mayli. Ana endi yo'q. Endi hammangizni qirib tashlayman. Xo'sh.
nimalar bo'lib ketyapti? Yo'q, yangisini ishga tushirish vaqti keldi. Qo'ygan. Endi menga bo'ysunadigan hech kim qolmadi. Endi nima qilsam ekan? To'xtanglar. Endi biz jangi o'yini qayta boshlaymiz.